Raqibing kuchli ekan, endi nima qilasan? Hamma ustimdan kulib, hattoki o'zimning millatdoshlarim bitta viloyatdan bo'lib turib gapirayotganlar. Jonlaring sog' bo'lsin. Xudo xolasa inshaalloh men bejizga bu yerda emasligimni isbotlayman. Alloh qo'llab turganda bandasi xo'rlolmasligini yana bir marta isbotlayman. Bu safar qanaqadir mashina, pullar uchun emas, men otajonim uchun jang qilyapman. Meni shu darajaga olib keltirib, bu dunyoga bina qilib keltirgan otam uchun jang qilyapman. Xudo xolasa inshaalloh tinchgina taslim bo'lganimdan ko'ra o'lib qo'yganim yaxshi. Or nomus, g'urur mana bu bayroqning kuchini bilgan biladi. To'lka oldinga qarab intilib inshaalloh bayroqni osmon uzra ko'tarib, shu g'alabamni otajonimga bag'ishlab, shunchaki lablarim ustiga qo'llarimni qo'ygan holatda inshaalloh chiqib ketaman. Xudo xolasa inshaalloh. Meni qo'llab-quvvatlab turganlar sizlarni yaxshi ko'raman. O'zbekiston! Olg'a! Inshaalloh, победа!